Chikolaning otasi akasi Chikodan haqiqiy qotil klon yaratish uchun faqat unga bor e'tibori va mehrini bergan. Qiz otasining e'tiborini qozonish uchun qo'rqinchli sirlarni o'rganib, u kabi shafqatsiz bo'ldi. So'nggi sinovda otasi akasi Chikoni o'ldirishni buyurganda, qiz haqiqatni angladi. U hech qachon otasiga kerak bo'lmagan va faqatgina otasiga qiz emas, qurol sifatida kerak bo'lgan. Qasos o'ti bilan yongan qiz otasini o'ldiradi. Baji Chiko kuchli edi, bilasizmi? Agar otasini o'ldirgan bo'lsa, bu undan ham kuchli. Ammo bu ish bu g'alati qiz uchun ozodlik emas, balki cheksiz vijdon azobi. O'z qo'llari bilan o'z qonini to'kkanini anglab yetgan qiz qilib qo'ygan ishidan dahshatli afsus cheka boshladi va qilgan jinoyatidan chalg'ish uchun otasini o'sha qonli kostyumidan o'ziga kiyim yasagan edi. U tunlari qotil klon niqobi ostida ko'chalarga chiqib, o'zining ichki og'rig'ini o'zgalar qoni bilan yuvishga urinadi.